Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Bahor mahalla fuqarolar yig'ini Turon-bank aksiyadorlik tijorat bank hamkorligida jami 7,9 gektar yer maydoni 419,363 konturda bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida kartoshka mahsulotlari yetishtirilmoqda. Loyiha bugungi kunda agrotexnik ishlar va o'g'itlash ishlari amalga oshirilmoqda. Loyihaga 49 nafar dehqon xo'jaligi biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon xo'jaligiga 17 sotikdan yer maydoni to'g'ri keladi. Lider tadbirkor sifatida qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchi Zilol mahalla servis 777 mas'uliyat cheklangan jamiyatiga biriktirilgan. Har bir gektar yer maydonidan 2,5-3 tonnagacha, jami yer maydonidan 25 tonnagacha mahsulot olinishi rejalashtirilgan. Kartoshka yig'ishtirib olingandan so'ng to'liq yig'ishtirib olingach, kelgusi yillarda serhosil, serdaromad mahsulot olish maqsadida yerda haydash ishlari olib boriladi.